Assalomu yurtdoshlar, kanalga o'tuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz Gullenskiy pedagogika instituti yonida 4 etaj domimizni 4-etajida 3 xonamiz patruch holatda sotib olgan ekan. Ikkilamchi kredit ham chiqadi. Yurtdoshlar, sizlar bilan shuni ko'rib danishib boramiz, yaqinlarimiz bilan gaplashib qo'yamiz. Kanalga o'tuvchilar, her etajimizda ko'rib turamiz. 3 xonadan bor, chap qo'yamizdagi 3 xonani ko'rib chiqamiz. Uyimiz tayyor holatda do'rga yasalanib e'tibor beramiz. Do'rimizda 2 xona, o'ng qo'limizda yana 3-xonasi. Sanuzel, kuxnya joylashgan, bu yon tarafda girish qismi. Oyoq tilamiz yog'och pol, yaxshi gilamlardan döşalgan. Birinchi chetdan tushuntirib danıştirib boramiz. Berimizda yurtdoshlarning birinchi xonasi. Padoklarimiz aqlangan. Oynlarimiz aqua, ochiq yoz balkonimiz ham bor, perdelerimiz ham yana qo'yib turibdi. Oyoq tilam meniki yog'och pol ekan. Aboylarimiz ham gap yo'q, o'pishimiz zo'r chiqqan. Yarkat ishlangan uyimiz. Odamlar nasibasini deb qolamiz. Xonamiz ham keng. Berimizda yana sanuzel. Bana to'ychamiz bir edi. Hamma narsasini almashtirilgan, tozadan qo'yilgan. Uyimiz remontdan chiqib, döşalib turibdi. Bu yerda kuxnyasi, jaluz perdelerimiz bor. Yana kuxnya mebellarimiz ham tayyor holatda, gaz plitchalarimiz ham yana paketida turibdi hali. Gap yo'q, og'anamlar nasibasini deb qolamiz. Yaxshi gilamlardan döşalgan yana. Bu yerda yana zal. Hem bir aboydan çıkan yurtdoshlar döşalib turibdi. Gullenskiy pedagogika institutining yonida joylashgan bo'ladi. Yo'l ham yaqin. Bog'cha, maktablardan muammosi yo'q. Bu yerimizda yana bekli balkon. Jaluz perdelerimiz bor. Hem bir döşalib turibdi yana. Yan tarafımızda yana 3-xonasi. Spalni, aynalarimiz aqua. Hem bir de perdelerimiz qo'yilgan. Aboydan chiqib turibdi. Narxini keladi bo'lsak, yurtdoshlar, narxi 450 million. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Niyat etgan yurtdoshlarimizni Alloh taolo yetirsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.